asoslari fanining 4-mavzuda mashg'ulot mavzusi. Demak, C++ mantiqiy ifodalarni algoritmini tuzish. Ya'ni C++ dasturlash tilida mantiqiy algoritmlarni demak tuzish. Bu mavzuda demak biz o'rganib chiqadigan bo'lsak, bu C++ dasturida ishlash nima uchun kerak degan savolga demak javob topamiz. Va bu dastur asosan bizga Arduino qurilmasida ishlashda demak dasturlash kodlarini demak yozishni o'rgatadi. Va biz bu mavzuda demak birinchi navbatda quyidagi rejalar asosida demak tushuntirishni boshlaymiz. Birinchi demak ahamiyat berilgan qismimiz shu bo'ladiki, demak bizda C++ tili nima va u nima uchun kerak degan savolga javob topamiz. Bundan tashqari uning tarixi, xususiyatlari, qo'llanish sohalari va hokazo shular to'g'risida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bundan tashqari ikkinchi rejasida demak mantiqiy ifodalar tushunchasida to'xtalib o'tamiz. Mantiqiy ifodalar tushunchasida ham demak boolean turi, true false, dastur oqimining boshqarishi va hokazo quyidagi yangi tushunchalarni o'rganib boramiz. Uchinchisida demak rejaning uchinchi qismida C++ ifodada mantiqiy ifodalar turlari haqida to'xtalib o'tamiz. To'rtinchi qismida esa demak mantiqiy operatorlar, ya'ni murakkab shartlarni bajarishi qanday bo'ladi, qanday holatlarda demak murakkab shartlar bajariladi degan savollarga javob olamiz. Beshinchi qismida esa shartli konstruksiyalar, ya'ni if, else, if, switch case tuzilmalari orqali demak biz agar degan, ya'ni agar shunaqa bo'lsa mana shunaqa bajarish, ya'ni nolga qiymat teng bo'lsa o'chirilishi, agar qiymati 500 gacha bo'lsa yana ham yaqinlashishi haqida qisqacha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Mantiqiy ifodalarni algoritmlarda qo'llashni ham o'rganib chiqamiz, ya'ni algoritmik bosqichlarni, if else murakkab misollarda o'rganib boramiz. Keyingi slaydimizda demak birinchi navbatda biz ahamiyat beradigan bir donaga murakkabroq savolga to'xtalib o'tamiz. Buni birinchisi demak quyidagi C++ kodi nima chiqaradi? Ya'ni qanday shartlarni bajaradi? Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, pastda natijasi keltirilgan. Ya'ni ikkala shart ham bajarilganligi ko'zdan namoyon yaqqol ko'rinib turadi. Bu amalni bajarish uchun biz mana shu mavzuni to'liq videoni oxirigacha o'rganib, eshitib, o'rganib, mashg'ulotlarni bajarib, testlarni bajargandan keyin biz mana shu yuqorida keltirilgan birinchi savolga demak javobni topib bilamiz. Va o'zimiz yana yangi shartlarni bajarib ko'rib, Arduino qurilmasi orqali demak barcha funksiyalarni bajarishni o'rganamiz. Bizda C++ ning mana bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqib, uning tarixini o'rganishni boshlaymiz. Birinchi asosan qaysi yillarda demak uning tarixi rivojlanishni boshladi. Birinchi navbatda 1979-yilda demak C tili boshlangan, hali ++ darajasiga yetmagan va uning imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida demak Brejnev o'zini OOP qo'shish orqali demak C darajasidan C++ darajasigacha demak chiqishni demak amalga oshirgan. Va bunda 1983-yilda C oldida ikkita plus, ya'ni C++ inkrement operatori C ning yangilangan versiyasini ishlab chiqdi. Uni rasmiy nomi C++ deb atala boshlandi. Birinchi xalqaro standart 1998-yilda demak standard template library degan tushuncha bilan STL qo'shildi. Undan keyin 2021-yilda demak S++ 11, ya'ni 2011-yilda eng katta yangilanish auto, lambda, smart pointerslar demak funksiyalari qo'shilib keldi. Ya'ni C darajadan C++ darajaga yetgancha demak quyidagi funksiyalar demak takomillashib bordi va oxirida 2020-yilda kelib modullar, konspektlar, zamonaviy imkoniyatlar demak qo'shilish natijasida demak rivojlanib keldi. Bugungi kunda C++ tilining asosiy xususiyatlari va qo'llanish sohalari juda ham ko'p. Ularni biz aynan eng ko'p kunda ishlatiladigan sohalar keltirildi. Mana birinchi navbatda
yuqori samaradorligi. Demak, bu yerda ahamiyat berishimiz kerak bo'ladigan darajalar juda ham ko'p. Ko'p diagrammali va konspekti, robototexnikasi, STL kutubxonalari, o'yin sanoatida ham dunyodagi eng kuchli o'yin dvijoki va hokazo ma'lumotlarni mana shu yerda keltirdik va bu ma'lumotlarga tayangan holda biz mana shu S++ dasturlashtirilgan o'rganishni boshlaymiz. Mantiqiy ifodalar tushunchasi bu ham kerakli tushuncha hisoblanadi. Chunki robototexnika fanlari, robototexnika asoslari fanini o'rganishda demak biz nima qildik? Birinchi navbatda robot degan so'zga demak to'xtalib o'tdik. Undan keyin demak dasturlash tilida to'xtalib o'tdik va undan keyin analog kirish, analog chiqish, raqamli kirish, raqamli chiqishlarga to'xtalib o'tdik. Undan keyin esa mana hozirgi bugungi mavzuyimizda S++ demak dasturlar haqida to'xtalib o'tyapmiz va buni qanchalik kerakligini va S++ dasturini ishlatishda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan jihatlardan bittasi bu mantiqiy demak ifodalar tushunchasi hisoblanadi. Bunga ta'rif beradigan bo'lsak, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, demak dasturda faqat rost yoki yolg'on qiymatlarga qaraydigan ifoda hisoblanadi. Bu agar rost bo'lsa mana bu amal bajaradi, yolg'on bo'lsa mana bu amal bajaradi. Ya'ni oddiy tizim tilida tushunadigan tilda aytadigan bo'lsak, demak rost bo'lsa demak haqiqatan ham chiroq yonadi, yolg'on bo'lsa agar haqiqatan ham chiroq yonmay o'chib qoladi. Mana shu holatlarni demak ta'riflab keltirilgan. Demak rost degani tizim tilida demak true, rost bir raqam bilan ifodalanadi. Yolg'on esa false, ya'ni nol raqam bilan demak ifodalanadi. Biz bilamizki, demak operatorlar juda ham ko'p. Birinchi navbatda biz taqqoslash operatoriga to'xtalib o'tamiz. Taqqoslash operatorlari, ya'ni biz bu yerda slaydimizda bir qator operatorlarni keltirdik. Mana ikkita tenglik yoki teng emas, katta, kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng degan operatorlarni keltirdik. Bunda ham natijani ko'rib turibsizlar. Agar teng bo'lmasa, demak yolg'on, ya'ni false. Agar to'g'ri bo'lsa, haqiqatan true holatlari demak keltirilgan. Ahamiyat berishimiz kerak bo'ladigan qismi ham bor. Ya'ni biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan operatorlar bular muhim operatorlar hisoblanadi. Ya'ni muhim operatorlar quyidagi hierogliflar bilan belgilar bilan belgilangan. Mana undov, encode yoki ikkita raqamli yoki or ingliz tilida or deyiladi, yoki belgisini bildiradi va bularni pastida demak musbat manfiy holatlarni misollar bilan keltirilgan. Demak, bundan tashqari biz ma'ruzamizni boshida aytib o'tganimizdek, demak bu 5-qismimiz edi, ya'ni shartli konstruksiyalar, ya'ni if tushunchasi bor. Bu ingliz tilida agar, lotin tilida tarjima qilinadigan bo'lsa, agar degan so'zni tushunchani bildiradi. Bu agar deganda demak haqiqatan ham agar natijamiz musbat bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha haqiqatan ham led chiroqlarni yonishi, agar manfiy bo'ladigan bo'lsa, demak led chiroqlarimizni o'chishi nazarda tutilgan bo'ladi. Keyingi ma'noda nimada demak keyingi slaydimizda biz to'xtalib o'tishimiz kerak bo'lgan eng asosiy jihatlardan biri shuki, mantiqiy ifodalarni bosqichlarga ajratib ishlatishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda demak mantiqiy ifodalarni algoritmda qo'llashda nechta bosqich bor degan savol tug'ilishi mumkin. Va bu savolga javob shunday iboratki, demak mantiqiy ifodalarni algoritmda qo'llash 4 bosqichdan iborat hisoblanadi. Birinchisi foydalanuvchidan ma'lumot olish, ikkinchisi mantiqiy ifoda orqali shart tekshirish, uchinchisi shart mos amal bajarish, ya'ni shartga mos amal bajarish, to'rtinchisi natija foydalanuvchiga chiqarish. Mana shulardan iborat bo'ladi. Demak, amaliy misol tariqasida ko'rib chiqadigan bo'lsak, son turini aniqlash, murakkab shart, bu ikkalasi ikkita holat. Birinchisida oddiy son turini aniqlash, ikkinchisida murakkab, ya'ni birgalikda va degan tushunchalar keltirilgan. Biz mana shu mavzu matnimizda demak qisqacha 8 ta savol tuzdik va bu savollar tuzishdan maqsad nima? Talabalar mana shu bilimlarni mustahkamlash. Ya'ni bu mavzu matnida 8 ta savolga talabalarimiz javob olishdi degan nuqtai nazardan mana shu savollar tuzildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi mana shu mavzuda demak biz C++ dasturi bilan tanishdik.
va shu C++ dasturini tarixi bilan ham tanishdik. Bundan tashqari rostlik, yolg'on, dastur o'qimini boshqarish asosini o'rganib chiqdik va taqqoslash, ya'ni ikki qiymatni solishtirishni ham o'rgandik. Mantiqiy ifodalar, ya'ni murakkab shartlarni yaratilishini ham mana shu mavzu matnimizda demak o'rganib chiqdik.